qaynonam 40 yildan beri shunaqa qilar ekan. Qarang, bolalar qo'l izi ham qolmaydi, dog' qolmaydi, chang qolmaydi, hech narsani izi qolmaydi. 45 kun, 2 oygacha top-toza turadi-da. Bir stakan iliq suvimizni olamiz. Iliq suv bo'lishi kerak, qaynatilgan, sovutilgan. Sirkangizni olasiz, olma sirkasi, uzum sirkasi farqi yo'q. Keyin ozgina bebek shampunini olasiz. Tamam, yaxshilab aralashtiramiz buni. Bu 1 yilga yetib yotadi sizga. Uni artganingizdan keyin bolalar qo'l izi ham qolmaydi, dog' ham qolmaydi, chang ham qolmaydi, yomg'irda izi ham qolmaydi. Yaxshilab aralashtiring. Bolalaringiz bo'lsa, ayniqsa buni qilsangizmi, shunday top-toza, xuddi pirlantaga o'xshab yangidek turadi. Oshxona shkaflari, xolodilnik, devorlar hamma joyda ishlatishingiz mumkin-da. Buni 45 kun, 2 oy hech qanaqa dog' qolmaydi. Kelgan mehmonlaringiz qachon artdingiz deb hayron qolaman. Suv sepasiz mana o'zidan o'zi qurib ketyapti. Ko'rdingizmi? Bu turk ayollari usta bo'lib ketganda qizlar xuddi yangidek turadi. Hech qanaqa dog' qolmaydi-da, ishoning. Bir marta artib qo'ysangiz o'zingiz bilasiz. Bizga kelgan mehmonlar hayron qoladi, nima bilan artasiz, nimaga dog' bo'lmaydi, yangi oldingizmi deb. Bitta shundan seping, undan keyin farqi yo'q. Shu erkaklar kiyimi bor-ku, ichki kiyimi, o'sha bilan artingiz mana, ko'rdingizmi? Bir art bo'ldi, top-toza. Mana, endi ushlab ko'ring. Hech qanaqa dog' yo'q. Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.